Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli kardeşler, ben kardeşimle Nebci Ala. Bugün bir şekilde birbirlerine bir program işleyildi. Bugün programın asaslığı her birleriyle oturup uyduğun şu bizim üzümünün kanalının YouTube kanallarımın birisi Ali Ala namıdaki kanalın bir hepsini açtı. Programı yollanmaydıgan ahval sadır bulavatıdı. Onun keyin bu telefonlarımda mı normalsızlıklar görülüyordu. Şuna olan bazı bir hizmetlerimizge belirlik tesirlerini elip geliyordu. Şuna olsun mu? Yani bulanı 10 yaş esliğe ekliş için tırışçılık gösterdiğimiz bir mezgil vakit gittiği okşaydı. Şunlaşka bizim YouTube kanalım boğan, iki YouTube kanalım var. Biz Ali Ala, onun abone sanı 6 milyon aşkantı. Körüş ketim sanımı naydı yukarıdı. Anan dinki mao yani verse Sultan Sutuk dep 7. ayının 7. aylarda bir engelde olan bir kanalım var. İki kanal arkalık şu görünmeler için yeni filmlerini, yeni programlarını işlep kılıvatkandım. Hem de bunun burulan bu kanallarımızdan bunda tesir uçuraydıqallığını hem başka kardeşlerimizden uçurğallığı için bu kilanın bizim beşimiz kildiğallığımızdan biraz nememiz vardı, teyarlığımız vardı. Ama hazır bu bir hepten açkandan keyin bu programla yollanmay o kanalımızda bir kıska resim yollaydığı yerlerine aldığım günü bir uçur yollap koydum. Hazır kanallarımızda asaslık şu Sultan Sutuk kanalımız arkalık programlar günü digidek Allah halsa günü digidek yeni programlar yolunuşka kapaletlik kılımız bütün tırçalıkımız bilen onun için bu kanallarımızda mı veya ki A kanallarımızdaki abonelerimizden Ma kanalga Sultan Sutuk kanalımızga yütkülüp bunun abone olup ikisi tane abone olup kaysı programlar koyulsa şunu tam vaxtda bekirman bulup dursanlar nayet yaxşı oldu dep oylayman. Çünkü bizning her günkü taqat qilgan programmalarimiz abone bo'lgan qarindoshlarımızga qisqa uçur orqali YouTube kanaliga qisqa uçur orqali uçur keladi. Shuningdan besib vaqtida ko'ra oladi. Anandan keyin har qitim hammamiz WhatsAppga, Facebookga va yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga taqib ya u yerdan ko'rish imkoniyatimiz, u yerda uçur elish imkoniyatimiz bo'lmay qoladi. Shunga abone bulunanlar deyişimizki sebep bivasıta bizden uçur yeni programma yollanğan hamanla sizlerge uçur keledi. Hatta men qarindoshlarımızdan uçurdan texim yaxshi bahramand bo'lsin deb 3-4 günlük programmalarni oldin yo'llayib barman. Oldin yo'llayib o programmalarning e'lon şekilde ko'rinib turdi. Aşı vaqt saati bo'ldi. Men shivsiya vaqti atgan saat 7 ga to'g'rilab qo'yapman. Bizning vaqtimiz 7'de, Türkiye'nin vakti 9 oldu. Benim asaslık görülmelerimiz Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Amerika, Suudi Arabistan ve Avrupa'daki bazı devletler, Katarlık devletlerden başlanan bulundu. Onun için bir yerdeki kardeşlerimiz izci türde kanalımıza abone oluş ve kanalımız arkalık programlarımızı vaxtıda görüp durmadı. Allah razı olsun. Kollap bəgən, kuvvetlep bəgən, yaxşı fikir teklif bəgən kardeşlerimizden. Anondikin her xil şekilde pişt kurutları casuslarının mı onun bunun inkası yazıvatkallığa körevatimiz. Olarım tegişlik cevabını birimiz. Kardeşlerim biz Xitayga karşı hareketimizni izchil türde davamlaştırırız. Davamlaştırış jarayonida her xil şekilde bunun o'xshagan şekilde to'salg'ularni her xil şekilde cheklamalarga uçuruşumuz mümkün. Bu özlüğünden bulap kalmaydı. Bu biz hem de YouTube kanalının kanun nizamlarına xilaflık kıladigan bir nimemiz yok. Yakını yağı hem de benim guman kılgınım. Yakında bizden şu 12. noyabr günü bizden işlengen, horlangan film diyen işlengen filmimizden koyuluşu hem de Xitay casusları doğruluk bir kısımlık bir işlep
6-7 qism qilib bir programmani ishkili YouTube kanalıma koygan edim. Belki muşunun ta'siri bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki aladiki ko'rilish nisbati ve yuqori bo'lganligi uchun, tarqalish nisbati yuqori bo'lganligi uchun Xitoy tajovuzchilari boshda muşununga bir şekilde to'sqinlik qilgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Chunki programmalarımızın kengir türü tarqalib ketishi. Bu xorlangan vicdan degan programmamızın dünyada kamiyati ko'rib buni bes munozir qilib bir şekilde fikir topluluq qilishdan ensiraydi Xitoy tajovuzchilari. Jasuslarninki hammasi men qo'yib qo'ygan Xitoy saqchilarining ovozi, Turpanninki, Aqsubi xatarlik idoralarininki Xitoy shu o'zining odamlari ulum anglagan bo'lishi mumkin. Hattoki şu 12-sila nimani qo'ydigan kunimiz qaramaydimi? Bexatarlik idorasining ikkisining nimaga ijtimoiy tarmoqlarga chiqib o'sha yerda düyünlik qilganligidimi? Uçurlarını ko'rib olgan bo'ldi. Hozirgi uçur pen texnikada qarindoshlar, u bunda uyushunib olgan, anda ulab qolgan yoki bilinmaydi, bilinmaydi degan ish bo'lmaydi. Bizning telefonimizga kirganmi, ovozimizni anglaydigan, ba'zi programmalarimizni qiladigan shaklda kirgilak. Endi uningmi biz o'zimizga loyiq bir tadbir alsaqlam bo'ladi. Hele telefonlarımızga benormallıkta yanılam özümüz bilgençe onun aldığını almay, bexotluq qilib, hamma gapni telefonda divleş bu da to'g'ri olmaydi qarindoshlar. Shuningdek hozir futur texnikasida demoqchi o'g'lim, telefonimizga bevosita kirib anglay oladigan, telefonimizni kontrol qila oladigan, mayli WhatsApp bo'lsin, mayli har qanday uchur vositalarimiz telefonimizga qo'shilgan. Ularning uchurlaridagi aşağı kelgan ovoz, surat, rasm hammani tatib oladi. Hattoki resim arxivimizga kirib, rasmimizlarimizni biz tushaygan, biz ko'rayotgan rasmni ko'raylik. Hattoki kamera orqali kameradimicho bizni taqib qiladi. Ayda telefonimizni o'chirib bersak-mi, telefonimizning shu mikrofon orqali shu telefonni qo'yib qo'ymay so'zlashib bo'lsak, anglayverdi. Shuningdek biz suhbat programmani qilgan vaqtda telefonlarni yeninglardan elib tinglar. Vay mening telefonim uchekdi, vay mening telefonim anda yumshoq detal va manda yumshoq detal va deb unda ham xayol chaqlamanglar. Hozirgi texnikada sizning har qancha narsangizni qachlab olsangizmi, sizning shu necha kilometr yiroqlikdagi ovozingizni suzib ola oladigan texnikalar bor qarindoshlar. Shunga men bek yo'g'on odam emas. Mening ovozimni nima ish qildi? Vay menikini nima qilib, men qancha ketdim deb o'zingni bek bir kamtar hisoblab nurg'un naslni tutqizib qo'yib andan keyin Allah yo mane qaysimiz o'ttirimizdan qaysi munofiq chiqqan deb aramizda munofiq izlab yursak yaxshi bo'lmay qoladi. Shuningdek, ishlarda tadbir elishni, diqqat qilishni yaxshi bilsak bo'ladi qarindoshlar. Shunga bu 5-6 kun bo'lganligi uchun buni bir qayta biz qilib bir mezgil taqilib qolishi mumkin. Dek turdi kanallarimiz. Şu ama uç kanallarımız arkalık vaxtıda haberlerimiz, programımızdan haberdar olup dursanlar, ictimai taratqılarımızın onu taqvası bunu açalayımız qarindoshlar, yani yeni içip mengeyverimiz, o tosalgı uçurmaydı. En mühimi hizmetimizni izchil şekilde devam qilish bu bek zürür, bek mühim iş qarindoshlar. İnşallah Allah izni bilen şundaq şekilde hizmetimizni qila olsak, bir kun bo'lsin shuni g'animat bilsak, nayt yaxshi bo'ladi ekan. Qılanmay qıldıgan, to'xtab qoladigan va yoki boshqa ishlar bilan mashg'ullab bu bir mezgil uzilib qolgan ishlarmi bo'lishi mumkin. Ammo qilayotgan vaqtimizni, shunda unumli bir xizmat qila oladigan yoshligimizni, tan sog'lom vaqtimizni, ushqalimiz joyida vaqtimizni nayt g'animat bilaylik qarindoshlar. Keyin apla karvatning ustiga chiqib qolganda yoki bo'lmasa sakratlanib qolgan vaqtda apla desak, vaqtida hiç qanday iş ağır yanmaydı. Hani bir yanki günümüz bitip ketdi kemmeydi. Başka yani bir yeni gün başlandı ama bir yaş örleyimiz bir gün çoğuyumuz qarindoshlar. Vaxtimiz ketidi. Aldı qarabmağımız keyingi chekinish yo'q. Uxlab olsaqmi vaqt o'taverdi qarindoshlar. Bizni hech kim vaqt saqlab turmaydi. Shuning uchun hozirgi qimmatli vaqtimizni Xitoyga qarshi turarligidek vaqtimizni qarshi tura olaylik. Vatandagi qarindoshlarimiz qarshi turish turmoq o'zining hayotini saqlab qolish imkoniyatidan mahrum bo'layotdi. Shuning uchun biz muhojiratdagi qarindoshlar o'zimizning mushu Alloh bergan ne'matini qanday foydalanishni, mushuning qanday qarshi shaklda voy men atugan qilib olaman, voy keyin pul topganda berib olaman, voy men keyin
Nima qilib olaman qo'y? Namoyishga chiqib qo'ysam bo'ldi qo'y. Ya qarindishim, ayadiki hozir masjidlarimiz butunlay vatandagi masjidlarimiz tarmar qilg'iliq yo'q shaklda qilib bo'ldi. Bugun gumbazlarni yo'qotdi. Atigadagi o'yla aramni yo'qtidi. Anadagi tüp tuz qilib, nurg'un masjidlarimizni tüp tuz qilib etdi. O'zinglar bilsizlar 80 ming, 50 ming, 30 ming, 40 ming, 100 ming masjidlarimiz yo'qolib bo'ldi. Xitoy tüp tuzlab etdi. Endi yana desak, adamlarimiz tuzilib ketib boradi. Dinimizni depsende qilib bir şeyga olib bordi qarindoshlar. Bu yerda biz o'zimiz hammamiz imkoniyatimizga yarasha gapni, imkoniyatimizga yarasha deganda yomon jiq qildim. İmkaniyatimizga yarasha xizmatni qila olsak, shuni o'zi g'animat qarindoshlar. Biz mushu o'tgan har bir minutimizdan, har bir qilgan ish izlarimizdan Allohning oldida javobgar. Mushu Alloh bergan mushu fursat, g'animat, imtiyozdan Alloh oldida javobgar bo'lamiz. Allah biz qılanmaydigan ishdan so'ramaydi, qilaoladigan ishdan so'raydi qarindoshlar. Qilaoladigan ishlar turib, uni qilmaslik, vaqtimizni behuda, nadi yo'q narsaga vaqtimizni isrof qilib, nadi yo'q jidal, nadi yo'q gap. Ki vaqtimizni isrof qilib etsak, vaqtida uning javobini berolmaymiz. Shuning uchun qarindoshlar, bu kanallarimizning ahvolidan bir xabar qilib qo'ygach har birlarini. İnşallah xizmatlarimizni davom qilamiz. Bunun için bizni qo'llab-quvvatlayotgan, salih duolarda bo'layotgan qarindoshlarımızga bu kanallar orqali, ekranlar orqali har birlariga rahmatimni bildirman, minnatdorligimni bildirman. Yana kanallarimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lishinglarni, tarqitib qo'yishinglarni. Biz hammaga yetish bo'lmaydi ekanmiz, ham programma ishlab, ham taqitish, ham bir şekilde bunday qilib ishlarga yetish bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda biz bir bilgini qilsak, siz bir bilgini qilsanglar, vaqtida bizga biroz yenik to'xtaydi. Biz ishtik xizmatlarimizni texnik yaxshi jariy qildira olamiz, ilib bora olamiz qarindoshlar. Onun uchun bu teklif fikrlarini o'tirib qo'ydim qarindoshlarim. Şu an gaplarimizdan to'g'ri yerlarini qabul qilinglar, xatolar qilib qolsin. Hammalarni Janob Alloh tashirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.